Menga xuddi boshqa dunyoda qayta tug'ilgandek tuyuldi. Uyga ketayotganimda Misha menga o'zim haqimda gapirib berdi. Bu dunyo va mening dunyom umuman kattakon farqqa ega edi. Bu dunyo aholisi O'rta asr Yevropasiga o'xshagan sharoitda yasharkan. Bundan tashqari, ularning har biri qanaqadir hayvonlarga o'xshab ketadi va urg'ochi erkakka bo'lingan. Lekin men ayollarni yaxshi ko'rganimgami, ko'zimga faqat ayollar ko'rindi. Va ular lekin bir-biriga umuman e'tibor berishmaydi, faqatgina jinsiy aloqani o'ylasharkan. Ular uzoq umr ko'rgani tufayli ular ko'pincha yosh bola bo'lib turar ekan. Men bunga juda ham qoyilman. Nima bo'ldi, Nurun? Tezroq borib hojatxonaga kiring, xo'pmi? Bu yerda ota-onalar farzandlari turmush qurishiga umuman qarshi emas ekan. Va Misha mening birinchi xotinim bo'lar ekan. Bu qanaqa olam? Menimcha 12 kun biz sinov muddatida birga yashashimiz kerak ekan. Qanday ajoyib! Senga hasad qilaman, Nurun. Aytgancha u menman. Nega kiyimlaringni yechyapsan?